Qadim zamonda bir-biriga qo'shni bo'lgan ikki kishi yashagan ekan. Ulardan biri juda bag'rikeng, saxiy va xushchaqchaq bo'lsa, ikkinchisi o'ta hasadgo'y, qo'shnisining hech bir yutug'ini ko'ra olmaydigan bir odam bo'lgan ekan. Kunlardan bir kun o'sha o'lkaning podshohi odamlarning holidan xabar olish uchun qishloqni aylanishga chiqibdi. Hasadgo'y qo'shnining uyiga kelib, gap orasida uning fe'lini sinamoqchi bo'libdi. Podshoh unga qarab, "Senga bir imkoniyat bersam, nima tilasang tilaysan, senga o'sha narsani beraman. Ammo bir sharti bor. Senga nima bersam, qo'shningga undan 2 barobar ko'p bo'ladi", debdi. Hasadgo'y odam ancha o'ylanib qolibdi. Agar u "Menga bir xaltacha oltin ber" desa, yomon ko'rgan qo'shnisiga 2 xaltacha berilardi. Agar "Go'zal bir uy ber" desa, qo'shnisi 2 barobar ulug'vor uyli bo'lardi. Hasad tuyg'usi uning ko'zini shunchalik ko'r qilgan ediki, u qo'shnisiga yaxshilik bo'lishini umuman xohlamasdi. Nihoyat ancha fikr qilgandan keyin shunday debdi: "Unday bo'lsa, mening bir ko'zimni ko'r qil." Darhaqiqat, hasad shunday ko'rlikki, inson boshqaga zarar yetishi uchun o'zining boridan ham, kerak bo'lsa jonidan ham kechishga tayyor bo'ladi. Azizlar, o'zimizni hasaddan, birovni ko'ra olmaslikdan, birovga nisbatan adovatda yashashdan tiyaylik. Zero hasad birinchi o'rinda odamning o'zini adoyi tamom qiladi. Boshqalarga o'zimizga ravo ko'rganimiz yaxshilikni ravo ko'rsak, ham o'zimiz, ham boshqalar baxtli hayot kechirishadi. Qolgan fikrlaringizni izohlarda kutamiz. Xayr, salomat bo'linglar.